Yoshlarda qayerda bo'lsa o'sha joyda biz ular bilan ishlashimiz kerak. Blog boshlayapman, lekin mening kuzatuvchim kam. Ularga har doim aytaman, sening bitta kuzatuvching bo'lsa ham yoki 10 ta kuzatuvching bo'lsa ham, sen demak to'g'ri yo'ldasan. Kitobni qog'oz shaklda emas, ularga yetkazishda qanaqa yo'llardan foydalanyapmiz? 20 yoshgacha bo'lgan yoshlar kitob o'qishi juda kam. Kitobni qanaqa shaklda bo'lsa ham o'qishini xohlayman. Kitob o'qiyotganda filtr qilib oling. Bu kitob menga qanday ozuqa beradi? Juda aksariyat yoshlar menimcha qo'rqmadi o'qishda. Kerakli adabiyotni reklama qilyapmizmi? Misol, men 3 marta shu reklama qilingan kitobni sotib oldim. Birinchi betini o'qigandayoq men shu kitobdan qaytyapman. Tarjimasida xatolik bor, ikkinchi navbatda imloviy xatoliklarga juda ham to'la kitob. Menda shunaqa taktika bor. Bitta tarixiy yoki shaxsiy rivojlanishga oid kitob o'qisam, ikkinchi kitob albatta badiiy asar bo'ladi. Amir Temur aynan qanaqa edi degan ta'rif ko'pincha o'ylaganda biz mana bu bulvardagi haykalini yoki o'sha toj kiygan soqolli holatini ko'ramiz. Muqaddimani o'qib, yozilgan hamma narsaga ishonish kerak emas ekanligini anglaydi. Ne darajada o'zini oqlayapti deysiz mana shu loyihani, kitob loyihasi. Siyosatga aralashma deyardi-da. Siz aralashmasangiz, men aralashmasam kim aralashadi degan gapni hali esimda. Ikkinchi kursimda, birinchi kursimda aytganman. Oxirgi marta qachon xizmat doirasidan tashqariga chiqdingiz? Savdoda shunday narsa borki, odamlar oldida o'zini tuta olishni rivojlantiradi asosiysi. Hozirgi talabalar shu darajada o'tmaslashib ketdimi? Ular oddiy yakuniy imtihondan o'ta olmayapti va kredit to'lab qayta o'zlashtirishga majbur bo'lyapti. Ta'lim tizimida asosiy muammolardan biri nazariyat va amaliyotni uyg'unlashmaganligi.